Assalomu alaykum. Biz Ot O'zubi kanalimizni kuzatuvchilar, podpischilari, akalar, xudo xolisa hafta kuniga juma, bugun 3-oktyabr. Juma hammamizga muborak bo'lsin. Men shu yangi yo'l Halqobod Nodir akamiz oldilariga kelganman. Yaxshi bir elga ko'rsatadigan narsam bor. O'ta hammaga yoqadigan narsa. Dedilar, haqiqatan kelsam bichimdor polvon narsa ekan. Xo'p, to'y ma'lumotni olamiz. Nodir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz aka? Charchamasdan. Rahmat. Assalomu alaykum obunachilar hammalarga. Mana bizda sotiladigan chiroyli toyimiz bor. Maqtaganingizchalik bor ekan-a? Ha, ishqibozi bo'lsa mana sotamiz. Yoshi bunaqa deb o'ylamadim. Toy desalar kichkina narsa desam, bu polvongina bichimdor narsa ekan. Buni jiyaningiz meni yuribdi ekan-a? Ha, jiyanim. Menga bo'lgan. Ha, menga bo'lgan. Yoshini 2,5. 2,5 yashar. Ha. Yozga 3 yashar ekan mana. Zotini menga Polsha bilan chatishgan deb bergan dedilar. Lekin men o'zimning fikrim bu abakan ekan. Abakan. Mana bichimlarini ko'ringlar. Abakan deb o'yladim. Kommentariyada yana yozib ketasizlar. Chunki bularga podarka bo'lib kelgan ekan, sizga sovg'a bo'lib kelgan ekan-a? Shunaqa. Yoshini sizga o'shanda necha yashar deyishgan? 2,5 yosh bo'lib qoldi dedi. Menga kelganiga 1 oy bo'lib qoldi-da. Ha, 1 oy bo'ldi. Ha. 1 oy davomida jiyaningiz bemalol minib, sinovdan o'tkazib qo'yilgan xulqlarini. Ha. Yomon xulqi yo'q. Yo'q. Lekin nafsi buzuq. Ishtahasi zo'r. Ha, ishtahasi juda zo'r. Hozir ham mana shu o'tlarga talpinib yotdi jonivor. Jonivor ko'rsatmasam, polvon narsa ekan, usti ham zo'r ekan. Tishini bitta ko'rsatib ketsa bo'ladimi? Labini shuni ochingchi. Hoppa mana. Hozir tishlarini buzgan ekan. Orqalaridan bitta ko'rsatsa, sal yurg'izib olaylik-chi. Mana orqalar. Bosgan bosoqlar. Bo'ladi. Rangi to'riq. 3 ta oyog'ida qashqasi bor ekan, akalar. 3 ta oyog'ida peshonasida burnigacha kelgan qashqasi bor ekan, chiroyli. Ko'pchilik xohlaydigan qashqa, xudo xolasa. Xulqi yaxshi dedilar. Bo'yinni o'lchamagansiz-a? Yo, bo'yini o'lchamaganman. Mana bo'yim 1.75 da, shundan chamoz olishsa bo'ladi. Ha. Bo'yim 1.75 mana. Bu 55 plus 60 lar atrofida ekan-da. Shunaqa kelib qoladi. Endi metr bo'lsa sharoitimiz yo'q, bo'lsam o'lchab berardik. 60 kina otmas. Ha, xudo xolasa otda nuqson ayib ko'rmadim. Akam o'zlari ham otga biz baleshchimiz, lekin ishqiboz emasmiz, yaxshi tushunmayman dedi. Stoykalarni qarang, keng turishini. Mana oyoq qo'li. Bizga podarkaga kelgan. Orqa oyoqlarini ham keng oliblarga. Stoykalar zo'r ekan. Xo'p, endi Nodir aka, buni narx-navolarni nima deymiz aka? Narxini endi 3100 deylik, yani ozgina xayr qilib beramiz, o'tib beramiz. 3100 kelishadigan joyi bo'ladi. Kelishadigan joyini qilib beramiz. Xudo xolasa, akalar 3100 dedilar mana. Narxini yomon aytmadilar. Kimga qiziq bo'lsa, Nodir aka telefon nomerlari ekranda bo'ladi. 92-99 qo'yamizmi? Ha, mayli. 92-99 ekranda bo'ladi. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Kallalarda ham go'sht kam. Toyga qiziqqan ko'kalar bemalol kelaverasizlar. Yuvoshligi yaxshi ekan, sog'ligi zo'r. Bizni kuzatganingiz uchun sizlarga rahmat. Salomat bo'lasizlar. Nodir aka, savdolar xayrli bo'lsin. Ketganingiz kelsin. Efirlarda ko'rishguncha.